Zapret davomida ovlangan bir dona baliq narxi qanchaligini bilasizmi? Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 9 fevraldagi 80-sonli qaroriga asosan tabiiy suv havzalari, ya'ni kishi qo'li yaratilmagan tabiiy suv havzalari, ushbu suv havzalariga tutash bo'lgan hududlar hamda suv taqsimlash imshootlaridan 500 metrgacha bo'lgan suv havzalaridan ruxsatnomasiz baliq ovlash uchun moddiy zarar summalari belgilangan. Oddiy bir dona oq amur balig'ini ruxsatnomasiz ovlangan taqdirda ushbu baliqning bir donasi 412 ming so'm baholanadi hamda unga ko'paytirilib bir dona oq amur balig'i uchun 4 million 120 ming so'm moddiy zarar chiqariladi. Agar ushbu ovlash jarayoni taqiqlangan muddatlarda, ya'ni 15-apreldan 31-maygacha bo'ladigan bo'lsa, ushbu zarar miqdori 5 ga ko'paytirilib 20 million 600 ming so'm miqdorida baholanadi. Agar ish bo'yicha umumiy zarar 41 million 200 ming so'mgacha bo'lsa, ma'muriy huquqbuzarlik 41 million 200 ming so'm yuqori bo'lgan moddiy zarar esa Jinoyat kodeksining 202-moddasi 1-moddasi bilan baholanadi hamda shaxsga jinoyat ishi ochiladi. Yuqoridagi oltin baliq narxidagi baliqlarni noqonuniy ovlagandan ko'ra qonun tartibida ovlagan ma'qul.